Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Men Renessans ta'lim universiteti sport faoliyati kafedrasi o'qituvchisi O'rinova Dilfuza Shukurlayevna. Darsimiz anatomiya. Bugungi mavzumiz periferik nerv tizimi, bosh miya nervlari. Ma'ruza rejasi: birinchi markaziy nerv tizimining o'tkazuvchi yo'llari, ikkinchi bosh miyaning o'rovchi pardalar haqida ma'lumot beraman. Nerv tizimining turli bo'limlari bir-biri bilan o'tkazuvchi yo'llar vositasi bog'lanadi. Markaziy nerv tizimining o'tkazuvchi yo'llari sinapslar yordamida bir-biri bilan bog'langan va nervlar zanjiridan iborat. O'tkazuvchi yo'llarning hammasi bajaradigan funksiyasiga ko'ra assosiativ, komissiral va proyeksion o'tkazuvchi yo'llarga bo'linadi. Assosiativ o'tkazuvchi yo'llar bitta yarim sharlar sohasidagi turli qismlarni bir-biri bilan birlashtiradi. Bu yo'llar kalta va uzun bo'lishi mumkin. Kalta yo'llar yonma-yon joylashgan pushtalar neyronlarni birlashtiradi. Uzun yo'llar miya yarim sharining turli pallalari bir-biri bilan birlashtiradi. Assosiativ o'tkazuvchi yo'llarga quyidagi nerv tolalarining to'plamlari kiradi. Asiga yuqori bo'ylama to'plam. Bu o'tkazuvchi yo'llar peshona, ensa va chakka pallalari bog'laydi. Besiga pastki bo'ylama to'plam ensa va chakka pallalari bog'laydi. Besiga ilmoqsimon to'plam peshona va chakka pallalarga bog'laydi. Ikkinchisiga komissiral o'tkazuvchi yo'llar. Bu bosh miyaning chap va o'ng miya yarimsharlarining bir-biri bilan simmetrik ravishda birlashtiradi. Komissiral o'tkazuvchi yo'llarning asosiy qismi qadoqsimon tananing hosil bo'lishida ishtirok etadi. Qadoqsimon tananing oldingi tolalari miya yarimsharlarining peshona pallalarini, o'rta tolalari tepa va chakka pallalarini, orqa tolalar esa ensa pallalarini bir-biri bilan bog'laydi. Proyeksion o'tkazuvchi yo'llar miya yarimsharlar po'stlog'ini, bosh miya sopini tashkil etuvchi bo'limlari bilan, hattoki orqa miya markazlari bilan ham bog'laydi. Bu bog'lanish ikki tomonlama bo'lib, kelayotgan impulslarni yo'nalishiga ko'ra proyeksion o'tkazuvchi yo'llar sezuvchi yoki yuqoriga ko'tariluvchi yo'llarga va harakatlantiruvchi yoki pastga tushuvchi yo'llarga bo'linadi. Sezuvchi yoki yuqoriga ko'tariluvchi yo'llar impulslarni periferiyadan bosh miya bo'limlariga, po'stloqgacha yetkazib beradi. Bosh miyagacha yetib keluvchi sezuvchi nerv yo'llarining hammasi 3 ta neyrondan zanjirdan iborat bo'ladi. Birinchi neyron orqa miya tugunlaridan yoki bosh miya nervlarining sezuvchi yo'llarida joylashgan. Ikkinchi neyron orqa miyaning sezuvchi yo'llarida, uchinchi neyron esa do'ngligining tarkibida bo'ladi. Sezuvchi yo'llar ta'sirotni retseptorlardan qabul qiladi. Har bir retseptor faqat ma'lum turdagi ta'sirotni qabul qiladi. Ichki a'zolar va to'qimalarga joylashgan retseptorlar interretseptorlar deyiladi. Terida, suyaklarda, muskullarda, paylarda uchraydigan retseptorlar proretseptorlar deyiladi. Og'riq, temperatura va taktil sezgirlarni maxsus retseptorlar qabul qiladi. Sezuvchi yoki yuqoriga ko'tariluvchi yo'llar kalta va uzun bo'lishi mumkin. Birinchi sezuvchi kalta proyeksion yo'llarga ko'ruv, eshituv, vestibulyar, hid bilish, tam sezuvchi, o'tkazuvchi yo'llar kiradi. Besiga sezuvchi proyeksion uzun yo'llarga orqa miyani ko'rish bo'rtig'i o'rtasidagi yo'l bo'yin ko'krak
qorin va oyoqlar terisi sezgisi o'tkazuvchi yo'llardir. Orqa miya miyacha bilan bog'lanadigan yo'llarga oldingi tomondan va orqa tomondan o'tgan yo'llar kiradi. Nozik tutan bu muskul bo'g'im sezgi ixtiyoriy yo'l bo'lib, proprioseptiv sezgini oyoq qo'llardan, gavdadan bosh miya po'stlog'iga yetkazadi. Bu yo'l 3 ta neyronni hisoblanadi. Birinchi neyron orqa miya tugunlarida joylashgan. Neyron aksonlari kulrang moddada o'tmasdan orqa tizimchalarga kiradi va u yerdan uzunchoq miyaga joylashgan ikkinchi neyronlar bilan birikadi. Ikkinchi neyron o'simtalari qarama-qarshi tomonga o'tib, ko'ruv do'ngligiga joylashgan uchinchi neyron tomon yo'naladi. Uchinchi neyronning impulslari bosh miya po'stlog'i markaz orqasida pushtaga yetkazib beriladi. Turli sport harakatlari aniq va tez bajarishga tananing muvozanatda saqlashda, tayanch harakatda apparatini holatini aniq sezishda nozik va ponasimon tutamlardan tashqari orqa miyaning miyacha bilan bog'lanadigan oldingi tomondan va orqa tomondan o'tgan yo'llar katta ahamiyatga ega. Uchinchi neyrondan impulslar bosh miya po'stlog'i markazi orqasidan pushtaga yetkazib beriladi. Turli sport harakatlari aniq va tez bajarish tanani muvozanatga saqlaydi. Pastga tushuvchi yoki harakatlantiruvchi yo'llar 2 neyronli bo'ladi. Piramida yoki po'stloqdan orqa miyadan boradigan yo'l miya po'stlog'iga markaziy egat oldida joylashgan pushtadan boshlanadi. Harakatlantiruvchi yo'llarni ikkinchi neyronni kulrang moddadan oldingi shoxlarda yoki bosh miya nervlarini harakatlantiruvchi yadroli tarkibida uchraydi. Harakatlantiruvchi yo'llar ham kalta va uzun bo'ladi. Harakatlantiruvchi kalta yo'llarga po'stloq bilan miyacha o'rtasidagi yo'l kiradi. Po'stloq bilan nerv yadrolari o'rtasidagi yo'l markaziy egat oldiga pushta bosh miya po'stlog'ining harakatlantirish yadrolari bilan bog'lanadi. Po'stloq bilan miyacha o'rtasidagi yo'l katta yarim sharlar po'stlog'ini miyacha bilan bog'laydi. Ikkinchisida harakatlantiruvchi uzun yo'llarga qizil yadro bilan orqa miya o'rtasidagi yo'l, vestibulyar apparat bilan orqa miya o'rtasidagi yo'l va to'rt tepalik bilan orqa miya o'rtasidagi yo'l kiradi. Qizil yadro bilan orqa miya o'rtasidagi yo'l esa orqali ta'sirotlar miya po'stlog'idan va targ'il tananing qizil yadro bilan bog'langan yadrolardan orqa miyaga boradi. Bu yo'l muskul tonusini tartibga soluvchi impulslarni o'tkazadi. Qizil yadro bilan orqa miya o'rtasidagi yo'l esa orqali ta'sirotlar miya po'stlog'idan va targ'il tananing qizil yadro bilan bog'langan yadrodan orqa miyaga boradi. Bu yo'l muskul tonusini tartibga soluvchi impulslar o'tkazadi. Bugungi darsimiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Yanada ko'proq va yangi ma'lumotlar olish uchun Renessans ta'lim universiteti kutubxonasiga murojaat qilishingiz mumkin.